Assalomu alaykum. AXC futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Neymarning yangi kelgan Blitzkrieg kartasiga review qilamiz. Ya'ni uni divizionda o'ynatib ko'ramiz. Kartaning statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda 1.75 boy, 33 yosh, Santos klubidan kelgan, creative playmaker stili, AMF, SS hamda left winger pozitsiyalarida o'ynar ekan. Statistikasiga keladigan bo'lsak, buni boshqacha kuchaytirganman, ya'ni Blitz uchun kuchliroq kuchaytirganman. Hamda Capello murabbiy bilan shuni ham inobatga olishingizni so'rab qolaman. Ball control 97, dribbling 95, tight position 97, attacking awareness 80, low pass 82, low speed pass 81, finishing 90, set piece taking 89, kurul 94, blitz kurul uchun yaxshi anchagina. Speed 91, acceleration 90, kicking power 90, balance 92 hamda stamina 89. Weak foot accuracy esa very high, ya'ni bu degan chap oyoq bilan deyarli o'ng oyoq bilan bir xil tepa degan. Ikkinchi booster sifatida agility boosteri tushdi. Randomly booster bergan paytim. Skilllarga keladigan bo'lsak, double touch, flip flop, Marseille turn, sombrero, cut behind and turn, long range curler, blitz curler, no look pass, penalty specialist hamda gamesmanship skillari bor ekan. Unda divizionda bitta match o'ynab ko'ramiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Hozir 1722 reytingdaman. Bo'lmasam birinchi matchimizni boshlaymiz. Mana bizning birinchi raqib ham topildi. Biz ikkinchi diviziondamiz. Bu ham ikkinchi divizionda 3300 sillali akkauntga qarshi o'ynar ekanmiz. Raqibda ham Neymar bor ekan. Qani bo'lsam matchni boshlaymiz. Raqibimiz ham o'zbek ekan. Qani bo'lsam boshladik. Raqibning Neymarining birinchi zarbasi. Darvozabondan save, bizning darvozabondan. Gol o'tkazdik. Neymardan blitz ko'rishimiz mumkin edi. Afsuski zarba berishga yo'l qo'ymadi. Raqib Neymardan birinchi zarbasi darvozabon osonlik bilan qaytarmoqda. Shmeyxel. Mane to'pni olib qo'ydi, Neymar uzatdi. Nima bu Neymar? Qattiqroq deb blitzga.
Reece James'dan ajoyib harakatlar. Neymar. Feyshotimiz o'xshamadi. Kunde. Nega uni tepyapti Neymar? Qiziq bo'ldi bu. Ajoyib gol Neymar Junior. Mana bu haqiqiy blitz bo'ldi. Neymarning birinchi goli. Dahshat urdi o'zim. Burchak zarbasi ishlab oldik. Menda bitta g'oya bor. Agar o'xshasa. Yo'q, qiyin. Kunde to'pni olib qo'ydi, Neymarga pas. Neymardan assist bo'lishi mumkin. Assist. Ronaldo qandaydir qilib gol urdi. G'alati gol bo'ldi. Neymardan bitta assist va bitta gol. Hozircha juda yaxshi ketyapti Neymar. Neymar o'tib ketganda foul ishlab oldi Neymar. Neymar Junior. Jarohat oldimi Neymar? Voy, Ronaldo urolmaganni. Biroz omad yetishmadi. Neymar menimcha qaytdi. Qaytmadimi Neymar? Qaytibdi Neymar. Men bu kurayga o'tyapti. Mana. Balo bormi senga Neymar berdi? Mbappe bilan hozir raqib blitz qilishi mumkin. Yo'q. Nega clear qilmadi o'yinchi? Ronaldo urib ketdi. Ikkinchi golini o'zini. Ronaldo birga bir chiqib ketdi. Raqib to'pni zo'r olib qo'ydi. Neymardan yana bir zarba, u ham gol bo'lmadi, o'xshamadi.
O'tib ketdi Neymar. Ajoyib kuyik hisob. Sadio Mane hisobda yana bizni oldinga olib chiqmoqda. 88-daqiqa. Afsus. Bu Neymarning minus tomoni bo'ldi. Pasini kesib tashlaganim uchun. Darvozabonni ajoyib sev. Oxirgi daqiqalarda bizni qutqarmoqda. Agar burchak zarbasidan gol bo'lib ketmasa, darvozabonni ham chaqirdi raqib. Va shu bilan match tugadi. Ko'rib turganingizdek, man of the match Neymar albatta bitta gol hamda bitta assist amalga oshirdi. Hozircha yaxshi taassurotlarim. 7 ball olibdi. Raqib top 400 mingga kirgan ekan. Mana sizlar bilan divizionda bitta match o'ynab ko'rdik. Neymar haqida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, ajoyib. Ochilishlari, blitzlari ayniqsa zo'r ekan. Golni o'zingiz ko'rdingiz. Ajoyib gol edi. Paslari nisbatan yaxshi emas, chunki paslarni ko'p kesib tashlaganman. Masalan, hozir bu yerdan shootingdan 3 ta 4 ta olib turib passiga bersa, paslari ham ajoyib bo'ladi yoki tezliklaridan olib turib paslariga bersa bo'ladi. Avtoda tezliklari pasaydi. Men buni kicking power'ini 90 dan oshirish uchun shunday holatda kuchaytirdim. Agar sizlarga kuchaytirish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. 9 ta udarga, bitta pasga, 8 ta driblingga, 6 ta dexterity hamda 12 ta lower body strength degan o'sha butsaga berish kerak. Booster esa agility booster mendagi. Menimcha bu Neymarga eng yaxshisi free kick taking boosteri bo'lsa kerak. Bitta gol, bitta assist qildi, bitta matchda. Golni o'zlari ko'rdilar. Dahshatli gol. Olsalaringiz arziydi. Agar hali olmagan bo'lsanglar, Neymar olishga arziydi. Men o'zimda ham ko'rishingiz mumkin, Neymarning bitta ikkita kartasi bor. Bittasi MSN, bittasi Braziliya kartasi. Men bu kartasini olganim sababi Blitz bo'lgani uchun ham Santos kartasi bo'lgani uchun shu kartasini olishga qaror qildim. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Bundan ham qiziqarli kontentlar hali oldinda. Rahmat.